sen eplolmaysan, sen uddalay olmaysan, qaynonang bir kunda haydab yuboradi. Mana shunaqa e'tiqodlar bilan ulg'aygan qizlarni turmushga tayyorlab uzatganingizda xuddi ularni urushga tayyorlab jo'natayotgandek bo'lasiz. Qizlar jangga kirayotgandek harakat qilishadi. O'sha armiyalarda strogiy rejimda o'sganlar 6 da turish kerakmi? 6 da turish kerak. Qo'ldan kelmaydigan ish bormi? Normatividan ortiq harakat qilish kerak. Xavf-xatar bor joyga borgandek harakat qilib oilalarga borishadi va tabiiyki erta kurash boshlanadi. Kurash bor joyda har doim xavf bor degan narsa bor. Qizni miyasida qanaqa signal bor? Xavf-xatar bor. Bu yer xavfli. Hozir xavf bor, qaynonamga hujum qilishim kerak, o'zimni himoya qilishim kerak degan ssenariy asosida tayyor bo'lib, jangga kirishga shay bo'lib o'sha xonadonga borishadi. Qizlarni jangga emas, qizlarni oilaga, chiroyli turmushga, boya aytganimdek qaynonalar u qadar qo'rqinchli emas, men o'ylaganim kabi. Chunki turmushdan keyin buni guvohi bo'ldim. Qaynonalar bilan munosabat o'rnatish aslida bizni o'zimizga bog'liq ekan. Ularni qanaqa qabul qilishimizga bog'liq ekan. Agar biz ularni xavfli, jangga kiradigan holatda deb kirsak, xuddi shunaqa javob qaytarishar ekan. Oila psixologiyasi haqida ko'proq ma'lumotlar olishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.